Assalomu alaykum yurtdoshlar. Andijon Qo'rg'ontepadagi obyektimiz gipki kamenni yopishtirishni boshladik. Buni penapleksli qilib berganmiz. Bet shlaka blok bo'lgan oldingi holati. Mana shlaka blokka penapleksda ashibga qilib setga tortib, mana kafinnikli tortib boshlangan. Kafinnikli. Hop. Mana penapleks bo'ladi. Setga tortiladi. Setga tortilib, keyin ustidan kafinnikli tortiladi. Bu obyektimiz 160 ming so'mdan gaplashilgan, dogovor qilingan edi. Penaplekslik uchun o'rni penapleksda ashibga qilib bekitib termos hisobida qoladi. Siqqani chiroyli qilib berilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlaringdamiz. Hozir vodiy bo'ylab 160 ming so'mdan voha tomonlarga chiqsa 5 ming 10 ming so'm qo'shilib olishi mumkin. Bu mana burchagigacha dogovor qilingan edi. Keyin bu tarafini ham uyda egasiga ma'qul kelib olib, qarasaki qum suvoqdan ham nimadan ham arzon tushar ekan. Qulayligi yaxshilik uchun, baquvvatlik uchun 15 yil garantiya berilyapti. Shuning uchun mana bu tarafni ham qo'shib o'rganmiz. 70 kvadrat bag'i ham qo'shilib qoldi hozir. Mana bu tarafi ham tayyor. 160 ming so'mdan sinchlik uymi, g'ishlik, shlaka blok, devor tanlamaydi. Qilinaveradi. Agar devoringiz tekis bo'ladigan bo'lsa, shkaturka bo'lgan bo'lsa, qum suvoq bo'lib tekis bo'lsa, 90 ming so'mdan yopishtirib beramiz. Hamma yo'q o'zimizdan, uyda egasidan shu lesa, yotoq joy, oziq-ovqat. Shu boshqa narsa qilgan bir dona miqimizgacha o'zimiz olib kelib ishlatamiz. Mana bag'ini ham gul ko'pkasini berilyapti. So'killarimiz mana. So'killarga ham buni penapleksdan naqd chiqqanimiz ashibga qilib, devorimiz mahkamligi xudo xolasa turib beradi, 15 yil garantiya berilyapti. Talabga javob beradi, issiq sovuqqa, hamma yo'qqa yaxshi. Shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hozircha Andijonda Qo'rg'ontepasidamiz. Andijon Qo'rg'ontepa tumani. Andijonliklarga shetamiz hozircha.